piyoda qilmoqqa bir ishni kimningdir fursati yetmaydi. Go'zalligini bilintirib turgani qarang. Yelkalarning bitta tashvishini kimningdir qudrati yetmaydi. Qudratli, fursatli kishini evoh farosati yetmaydi. Bugun mana shu iqtidorlar xonasida turibmiz biz. Iqtidorlar mana yurmayapmiz. Mana o'zbek eng katta iqtidori bugungi kundagi musavvir mana Ahmadjon Umarovni biz bir ijodidan mana bugun to'laqonlik sal tanishib juda ham katta taassurotga ega bo'lib turibman. Buni cheksiz nimasi. Endi biz mana o'zi kecha kunni o'zida kechqurunda o'zida Farg'onadagi O'lkashunoslik muzeyining direktori bilan gaplashdim. Xudo xolasa mana oktyabr oyida Ahmad aka Umarovni Farg'onada ko'rgazmasini tashkillamiz, ijodiy ko'rgazmasini tashkillamiz. Keyin vodiyda ham qilamiz. Chunki bu nimani xalqimiz ko'rish kerak. Xalqimizni mana shunaqa yoshlar o'zlarini xalqimizdan chiqqan buyuk rassomlar borligini bilish kerak. O'lmas bu kartinalar bular. O'lmas surlar. Buni aql yetgan, aql zakovatli odamlarda har biri buni qanchalik bebaholigini his qila bilish kerak. Va bu shunday ham bo'ladi. Xalqimiz san'atni qadrlashni biladi. Faqat ularga qulay joylarni topib, ularga bularda namoyish qilish kerak. Afsuski bizda hali shularga yetarlicha e'tibor berilayotgani yo'q. Mana shunday ko'rgazmalar respublikamizda hamma shaharlarida bo'lishi kerak. Xalqni ko'rish kerak. Yoshlar ko'rish kerak. Biz avvalo o'zimizni tanishimiz kerak. Biz bunda keyin yoshlarimiz qudratli bo'ladi. Yana kelgusi haligi talantlarning o'sishiga bu katta yo'l bo'ladi.